Akalar, ukalar, yana bir gapimiz bor. Endi buni o'zi elga murojaat qilish oson emas. Birovni uyiga 10 so'm so'rab kelishlik o'zi oson emas. Ming o'ylanib chiqadi ekan. O'sha opa-singillarimiz ham shu murojaatlarga ming o'ylanib chiqdi. Bu elga ko'pchilikka ishtima emas. 10 million odamga 1000 so'mdan 500 so'mdan to'g'ri keladi. Shu 500 so'm 1000 so'mimizni ayamasak, nechta opa-singillarimiz uyda qoladigancha. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Qilayotgan kasb-korlarga barakot bersin. Ko'pchilikka ishtima emas, Alloh uchun yordam qilib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Mana aziz birodarlar, albatta va'da berganimizda hozir hoji akalarimiz bilan mana kelib yerlarni ko'rdik, mana hozir gaplashib oldik. Inshaalloh hoji akamdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Shunday ishlarga mana vaqtini ajratib kelyapti Alloh taoloning roziligi uchun inshaalloh. Hoji aka, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, ukalar, birodar azizlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Jasurbek akamizdan ham shu Jasurbek akamiz bir yaxshi ishlarga qo'l uribdi. Chunki Jasurbek akamiz hadiyada xizmat qiladi. Ukamiz shu qiylangan oilalar, kam ta'minlangan oilalarni xabar olib turadi. Ashlarning ichida juda ko'pchiligi bugungi kunda uysiz, bolalar bilan qiylanib kvartiralarda yurganini ko'rib, shu kunda harakat qildi, bir yerni gaplashib, yer ham nihoyatda chiroyli joyda ekan. Ashini ko'pchiliklashib olib, o'sha qiylangan oilalarga uy qurib beraylik aka deb kelgan ekan. Mayli uka, bir ko'pchilikmiz, ko'pchilikka ishtima emas bu deb yelkama-yelka harakat qilaylik dedik. Hamma ukalarimiz, akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mamlakatimiz boshchilaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana juda ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti. Ashini evaziga biz ham ozgina bo'lsa hissa qo'shsak, shu mamlakatimizda yashayotgan opa-singillarimizga hissalarimizni qo'shsak yaxshi deb o'ylaymiz. Bir yelkama-yelka turib o'sha qiylangan opa-singillarimizga bir Alloh uchun 2 komnatadanmi, 3 komnatadanmi qilib bir uyga harakat qilsak degan o'ydamiz. Bunga sizlar bir Alloh uchun sadaqa joriyalarni, ehsonlarni qilsanglar deb sizlarga murojaat qilyapmiz. Aka-ukalar, birodar azizlar, hech bandani bunday sarson sargardon qilmasin Allohim. Shu opa-singillarimiz o'ta qiylanib qolganlar bor. Ulardan juda ko'pchiligimiz xabardormiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Shu befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Alloh uchun yordam qilib qo'limizdan kelsa duo qilaylik. Qo'limizdan kelsa 50 so'm, 100 so'mimizni ayamaylik. Ko'pchilikniki ko'l oladi degan gap bor. Inshaalloh barakatli qilib shu boshlagan yerimizni chiroyli uylarni qilib egalariga topshirsak degan umiddamiz.